Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turibsizlar, Cobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Akalar, ish sifatiga bitta baho berib o'tib ketasizlar. Videoni ko'rishdan oldin videomizga like bosib qo'ying. Sizni Cobaltga qilingan navorotlar bilan bitta tanishtirib o'tib ketaman. Xo'p, Cobalt mashinamizga birinchi o'rinda ko'zga tashlanadigan narsamiz bu Malibu rullar. Ko'rib turibsizlar, ideal uстановкачasi. Xudo xolasa, zazorlari, hamma narsasi zavod joyiga kelgan. Bittasiga zamoklarni ochib ishlashlarini ko'rsataman. Podsetkalar hammasi, multimedia knopkalar, cruise control hammasi ishlaydi. Xo'p. Bu yoqda Unistardan monitor originali sim karta ketadigani bo'ladi akalar. Xo'p, barimizga bitta ahamiyat berasizlar. Pirinini yurishlariga holati L как положено knopka orqali zavod taqa ishlaydi akalar. Barimizni zazorlariga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Zazorlari birga bir kelgan choklari. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, akalar bemalol murojaat qilib kelaversalaring bo'ladi. Ishlaringizni go'zal, sifatli bitirib beramiz. Hammaga rahmat.